Bunaqa remont ko'rmaganman, qaranglar, har xil qilib. 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil, 7 xil. Bu akamiz nimani o'ylagan tushunmayapman. Darvozaxon uchun mana shunaqa fasonda remont qildirib qo'yibdi deydiganlar uchun bu showroom bo'ladi do'stlar. Hozir biz yangilik, tashqi fasad uchun yangilikka yetib kelganmiz do'stlar. Bundan tashqari sokol xizmatiga nima qilishni o'ylayapsiz? Mana sizga do'stlar. Sokoli ham narxi bir xil bo'ladi, devolizga ham narxi bir xil bo'ladi. Tabiiy mramor tosh bo'lganining hisobiga vodotoshnik bo'ladi, yuv ishlatsiz bo'laveradi. Narxlari ham suv tekin narxlarda bo'ladi. 80 ming so'mdan 90 ming so'mgacha bo'ladi do'stlar. Fasoniga qarab turib narxi o'zgarib ketaveradi. Qilinayotgan ishga 10 yil, 15 yil garantiya beraman deyapti, 3 yil servis xizmatini ham mutlaqo bepul deyaptilar. Agarda mana shu biznesni o'rganaman deydigan bo'lsangiz, o'rgatib ham qo'yaveraman deyaptilar. Bir oyiga 50 million so'mgacha sof daromad topsangiz bo'ladi. Xuddi shu narsani mahsulotni ishlab chiqaradigan bo'lsangiz, 10 million, 15 million, 50 million so'mgacha zakazga qarab turib sof daromad topsangiz bo'laveradi. Kimgadir shunaqangi tashqi fasad kerak bo'ladigan bo'lsa, video pastga nomer qo'yaman, aloqaga chiqsangiz 80 ming so'mdan 90 ming so'mgacha ustonovkasi bilan qilib berishadi.